Azon buyuk bir munosabat. Azon ilohiy madhiya. Allohni ulug'lash, shahodat kalimasi, Rasulullohga shahodat keltirish, yaxshilikka chaqirish, namozga chaqirish, hammasi qo'shilib ilohiy madhiya bo'ladi. Bu buyuk narsa. Azonni ovozi qayerga yetsa, o'sha yergacha shayton qochadi. Hamma yoq pokizalanadi. Ana azonni eshitganda murid inson, muxlis inson, zokir inson muazzinni aytayotgan lafzlarini takrorlab turishi yoki o'sha boshqa rivoyatlarda kelgan zikrlarni aytishi mumkin. Allohu akbar desa jalla jalaluhu deydi misol uchun. Tashahhudni aytsa tashahhudni qaytaradi. Hayya ala salah, hayya ala faloni aytganda la havla va la quvvata illa billah deydi. Oxirigacha gapdan, xayol qochishdan, boshqalardan burilib, o'sha ilohiy madhiyaga birga qo'shilib turadi. G'aflatda qolmaydi. Ulug' maqom bu. Ulug' maqom. Shuning uchun qachon namozni eshitganda, bunday qarasangiz, taqvodor odamlar hamma narsadan to'xtaydi. O'tiradi va muazzinga qo'shilib turadi. Mana shu sunnat, mana shu odob, mana shunga amal qilish kerak.